Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulloh. Xudo xohlasa bugun kolonnani to'g'ri joylashtirishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni kolonnada takrorlanadigan, qayta-qayta takrorlanadigan xatolardan bittasi. Arxitekturniga o'tamiz. Kolonna bor. Kolonnaning ikki xil turi bor. Mana pastdagi птичкасini bossak, ya'ni strogasini bossak, несущий kolonna armaturniy, arxitekturniy kolonna bor. Несущий kolonna bu haqiqiy betonli kolonna hisoblanadi. Arxitekturniy kolonna esa bu faqatgina tashqi qismi, bezaklari bor kolonna hisoblanadi. Asosan biz neshushiy kolonnadan foydalanamiz, aytarlimiz. Bizda misol uchun bunaqa kolonna железобетонный прямоугольник bo'lishi mumkin. Asosan bu sizlarda bor bo'lishi kerak. Agarda sizlarda yo'q bo'lsa, bu joyda загрузить семейство degan joyi bor. Shu joyni bossanglar, sizlarda сборные элементы yoki Russianiga kirsak, ya'ni Rossiya degan anaqasiga kirsak, u joyda железобетонный degan bo'lishi kerak. Yoki fundament, hozir ko'ramiz. Mana shu joyda bo'lishi kerak. Karkas несущий. Yo, bu rigillarga javob beradi. Biz rigillarga emas. Несущий kolonna mana. Misol uchun bunaqasi bor ekan. Yo'q, bizga bunaqa emas. Stal. Yo'q, stal emas. Bizga железобетонный. Mana shu. железобетонный ham turi ko'p ekan mana. Har xili bor. To'rtburchak boshqacharoq. Mana сборный element oddiy to'rtburchak. Shuni bosasangiz, oddiy открыть qilsangiz, joyida tushadi. Mana сборный element железобетонный tushdi. 500 ga 500 deb. Keyin изменить tipga o'tib turib, bu joydan o'zgartirishingiz mumkin. 500 ga 500 da 600 qilsangiz, 600 ga 600 bo'ladi shu holatda. Mana. Tushunarli? Qo'yganimdan keyin ko'rinadi bu asosan. Keyin qo'yishdan oldin bilishinglar kerak bo'lgan bir ikkita настройкалар bor. Mana bu joyda tepada chiqib keladigan настройка. Bu narsa ba'zi odamlarda pastda chiqishi mumkin, ba'zi odamlarda tepadami chiqishi mumkin. Va menda misol uchun bu joyda chiqarib qo'yilgan. Bu narsani ba'zida pastga tushirib qo'yishi mumkin. Xo'p, bu joyda bilishimiz kerak bo'lgan narsa поворот после размещения degan narsa bor. Qo'ygandan keyin aylantirish masalasi. Bu shart emas. Bilishinglar kerak bo'lgan asosiy narsalardan bittasi mana bu. Glubina и высота deb qo'ygan. Hozirgi paytda shunchaki prosto qo'ysam, menga hozir ko'rsataman. Pastga o'stirib beradi. Kod ehtimol bilan mana. Pastga o'stirib beradi. Chizgan urvenimdan, ya'ni birinchi chizish urvenidan pastga o'stirib beradi. Mana tanlayman. Endi высота qilsam, xuddi joyga qo'ysam, endi tadbirga o'tib qarasam, tepaga o'stirib beradi. Xuddi shu narsani bizda ham bilishinglar kerak. Chizayotgan paytingizda faqatgina mana bu narsani высота qilib qo'yinglar har safar. Tepa qismi qayerga ulansin? Misol uchun birinchi qavat patologga ulansin yoki ikkinchi qavat polga ulansin degan tushuncha bo'ladi. Bunda qo'yaman, bo'ldi. Baland bo'ladi. Mana bu hozir balandligi hech qanaqa nazorat qilinmayapti. 2,5 metr turgan ekan. Misol uchun 1,5 metr qilib qo'yish mumkin yoki mana bu joydan o'zidan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi tash polga ulab qo'yamiz. 1,5 metr o'stirgan ekan. 1,5 metr 0 ga tushirib qo'yaman. Bo'ldi ana. Shu holatda qo'yiladi asosan. Endi undan keyingisi mana ular nechinchi etajga polga ulash kerakligini граница помещения degan narsa bor. Bu narsa nimaga kerak? Misol uchun mana bu помещенияni kvadraturasini tekshiraylik. Bitta помещение bormi o'zi? Tekshiramiz. Meni fikrimcha yo'q. Так, 740. Создание. Фонуска и тут Томас. Revit отказ qilyapti. Xullas, bu narsani tushuntirmoqchi bo'lganim. Misol uchun bitta devor chizib ko'rsatsam bo'lishi mumkin agar 2800 emasdan 0 dan chizdim buni. Notsaman. Chizdim. Buni помещенияsi yo'q, ko'rsatmayapti. Menimcha помещениyalar ошибка bo'lyapti Revitda. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bug holatlari ham bo'lib turadi ba'zida. Tak. Qisqa qilib tushuntirgan bo'lsam, misol uchun 3 ga 4 xona chizdim. 12 kvadrat, to'g'rimi? Mana shu narsani xonaning o'rtasiga qo'ysam, qanchadir miqdorda kvadratura egallaydi.
to'g'rimi? Misol uchun bu nechaga necha bo'lsa, shuncha kvadrat joy egallaydi. 0,6 ga 0,6. 0,36 bo'lsa, misol uchunda egallasa 12 kvadratdan joy oladi. Agarda kolonnani qo'yish jarayonida granitsa помещение o'chirib qo'ysangiz, o'sha 12 kvadrat bo'lsa, shu 12 kvadratligicha qoladi. Помещение ichiga qo'ysangiz ham, ya'ni xonani ichiga qo'ysangiz ham 12 kvadratligicha qoladi. Kolonnani hisoblamaydi bu holatda. Xuddi shu shaklda kolonna qo'yish shu bo'ladi. Qo'ygan paytingizda mana bu joyda ham настройкаlar, bir ikkita настройкаlar bor. Bu asosan kolonnadan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Misol uchun mana bunda boshqacha настройка bo'lishi mumkin. Mana vысотасini berib ko'rsatyapti, объемini ko'rsatyapti. Har bitta ishlayotgan narsalarimizda объемini, kvadraturasini chiqara olamiz. Obyektdan kelib chiqqan holatdagida, ishlanish tartibidan kelib chiqqan holatda, modeldan kelib chiqqan holatda ham bo'ladi bu narsalar. Xuddi shu tarzda keyin kolonnani qo'yish yana bitta usuli bor. Misol uchun sizlar o'z chizdinglar. To'g'rimi? Misol uchun bundoq. Endi bu yoq tarafdan ham o'z chizdim. Bundoq. Mana. Endi shu o'zdan har bittasi orasiga, mana o'rtasiga, markaziga kolonna qo'yib chiqishim kerak. Shu joyda mana buni bosasizlar, mana vысота qilib to'g'rilab qo'yasizlar. Imatda na liniya setka degan narsa bor. Shuni bosasizlar, setkalarni hammasini tanlaysizlar. Gatov qilsanglar, hammasini birdaniga qo'yib beradi. 3D kodga qarasanglar, mana shu holatda qancha masofa qilgan bo'lsanglar, shu masofa bo'yicha qo'yib beradi. Video darslik yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xudo xolasa javob beraman. Hammaga rahmat.